Hozir avtosalonga keldim. Bu yerda eng zo'rlardan biri, eng mashhur avtosalon bilasizlar-ku, dunyo bo'yicha va Dubay bo'yicha u nomer 1 da. Hozir ko'ramiz, men menejerdan ruxsat olaman. Agar olsam, bir ikkita mashina polni obzor qilmoqchiman. Hozir gaplashdim. Juda ham ruxsat olish og'ir ekan. O'shaning uchun bu yerda mana qaranglar. Men bu narsa olish uchun Media Pass mana polni, mana podpis qo'yganman. Polni dogovor chizganman, hamma danillarim, pasportlarim, ham akkaunt Instagram, akkaunt YouTube ham yozganman. И hozir bularga na рассмотрение berar ekanman. Keyin video olganimdan keyin, montaj qilganimdan keyin o'zbek tilida qilaman-ku. Montaj qilganimdan keyin xullas bularga tashashim kerak. Bular uni ko'rib, o'zbek tili biladigan odamni chaqirib, keyin ruxsat bersa, keyin men joylashtirar ekanman. Yoshligimizni eslaylar. Mana Nissan GT-R turbo dvigatellar. Bular ham arzon emas, qimmat emas. Narxi $350,000 dan boshlab $650,000 men bu 4 talo avtomobil obunachilarim ichida bunaqa raritetli modern avtomobil yaxshi ko'rganlar bormi? Misol uchun, agar men bu avtomobil yangi bez probeg bo'lsa, no yili eski. Va men bu avtomobil, men buni ko'rsating, narxi anu bilan bir xil bo'lganda qaysi biri olgan bo'lardinglar? Juda qiziq savol. Do'stlar, xavotir olmanglar. Bu yerda nafaqat avtomobillar 1 million, 2 million, 10 million dollarlik. Bu yerda dostupniy avtomobillar ham mavjud. Bemalol men bu qator 300 mingdan boshlab $800,000 qo'limdan kelgani men qildim. Zo'rlari, va qimmatlari, arzonlari hammasini olib oldim. Уже mana shu qator misoli uchun qachondir sotilgan buni полноценный obzor olmaydi. Maksimalniy darajada bu videoga ham iltimos qilyapman hozir bularga qo'lam qo'yganman, bilasizlar. Bu mashhur bo'lib ketgan avtosalon oxirgi 3 yil ichida o'zim ham polni ko'rganman bularni Instagramda ham. Xudo xolasa, men ham shunaqa avtomobilni olib kirib sizlarga sotaman zo'r takliflari bilan.